sizlar bilan biz geografik koordinatalar haqida gaplashamiz. Koordinata chiziqlar qanday vujudga keldi? Yer sharida bizga oldingi darslarimizda yaxshi ma'lum bo'lgan parallel va meridian chiziqlar o'tkazilgan. Ularning o'zaro tutashgan joy daraja to'g'rini hosil qiladi. Ularga qarab turib biz har bir joyning geografik koordinatasini aniqlashimiz mumkin hisoblanar ekan. Yerning markaziy qismidan o'tkazuvchi chiziq bu ekvator chizig'i hisoblanadi. Endi ekvator chizig'idan ma'lum bir uzoqlikdan o'tkazilgan aylana chiziqlarni biz parallel chiziqlar deb ataymiz. Parallel chiziqlar qutblarga borgan sari masofasi qisqarib boradi. Endi parallel chiziqlar har doim geografik xaritaning yon qismida yozib qo'yilgan hisoblanadi. Demak, bizga yaxshi ma'lumki, yer shari ikki qismda, ikkita yarim shardan iborat. Bular shimoliy va xaritaning pastki qismi janubiy, demak, kengliklarga ajraladi. Mana shunga qarab turib biz geografik xaritalarda kengliklarni aniqlashimiz mumkin. Demak, yondagi sonlari kenglikni ifodalaydi. Ekvatordan tepada bo'lsa shimolda, pastki qismida bo'lsa janubiy hisoblanar ekan. Endi meridian chiziqlarga to'xtalamiz. Bizga yaxshi ma'lumki, Londonning Greenwich shahri bu bosh meridian o'tgan chiziq hisoblanadi. Londonning Greenwich shahri bu bosh meridian o'tgan chiziq hisoblanadi. O'sha hududga nisbatan doimiy ravishda bosh meridian o'tkazilgan. Bosh meridian chiziqdan, demak, bu tarafi sharqiy uzoqlik, bosh meridiandan chap qo'l tarafimiz esa g'arbiy uzoqlik hisoblanadi. Mana shu chiziqlar bo'yicha bo'lingan. Endi bu joy umumiy ravishda 180 gradusga teng. Kengliklar 180 gradusda o'lchanadi. Demak, sharqda 180, g'arbda ham 180 kengliklar bo'yicha kuzatishimiz mumkin hisoblanadi. Endi bu meridian chiziqlar doimiy ravishda geografik xaritalarimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan xususiyat bor. Ekvatorial chiziqda yoki qutbiy doira chiziqlarida graduslarda ifodalanadi. Buni aniqlashda biz aynan mana shu kengliklar bo'yicha ishlashimizga to'g'ri kelar ekan. Endi boyagi darsligimizda o'tgan umumiy ravishda har bir joyning geografik koordinatasini o'tishni xaritada misollar tariqasida ko'rib o'tamiz. Misol uchun, poytaxtimiz Toshkent shahrining geografik koordinatasini aniqlamoqchi bo'lsak, birinchi navbatda biz qiladigan ishimiz Toshkent shahrimiz ekvatorga nisbatan shimoliy qismda joylashganligi uchun, ya'ni shimoliy yarim sharda joylashgan. Keyin geografik xaritaning yonidagi sonlar bilan biz uning demak kengligini aniqlaymiz. Ekvatorga nisbatan Toshkent shahri 41-gradus shimoliy kenglikda joylashgan. Birinchi navbatda biz kenglikni aniqlab olamiz. Demak, Toshkent shahri ekvatorga nisbatan 41-gradus shimoliy kenglikda joylashgan. Geografik xaritamizning tepa qismida berilgan sonlar yordamida biz uning uzoqligini aniqlab olamiz. Ya'ni mana misol uchun Toshkentning geografik nuqtasidan biz uni tepaga qarab ko'taramiz. Ya'ni mana ikki oraliqdagi sonlarga nisbatan biz uning qaysi demak sharqdami g'arbda joylashganini aniqlab olishimiz mumkin. Endi mana bu yerda bosh meridian chizig'iga nisbatan Toshkent shahri sharqiy yarim sharda joylashgan. Ya'ni Toshkent shahri 69-gradus sharqiy uzoqlikda joylashgan. Boshqa shaharlarni ham shunday mazmunda aniqlashimiz mumkin. Misol uchun, Xitoy davlatining poytaxti Pekin shahri. Pekin shahrining geografik koordinatasini aniqlamoqchi bo'lsak, birinchi navbatda u ekvatordan qaysi qismda? Ekvatordan Pekin shahri shimoliy qismda joylashgan hisoblanadi. Ya'ni parallel chizig'i bo'yicha yonida geografik xaritaning yonida songa qaraydigan bo'lsak, u Pekin shahri 40-gradus shimoliy kenglikda joylashgan. Uning Pekin shahrining kengligini aniqlamoqchi bo'lsak, xaritaning yuqori qismidagi songa murojaat qilamiz. Ya'ni bizda 100 bilan 120 oralig'ida turibdi ekan. Demak, Pekin shahrining geografik koordinatasi 115-gradus, 120 ga yaqinroq bo'lgani uchun 115-gradus sharqiy uzoqlikda joylashgan. Chunki u bosh meridiandan sharq qismida joylashgan hisoblangani uchun har bir shaharning geografik koordinatasini aniqlamoqchi bo'lsak, demak o'sha qoidaga amal qilamiz. Ya'ni birinchi navbatda kenglik aniqlanadi ekvatordan shimoldami yoki janubiy qismdami.
keyingi qiladigan qoidamiz bosh meridiandan berilgan shahar sharqdami yoki berilgan shahar bosh meridiandan g'arbiy qismda joylashgan. O'shanga qarab turib har bir joyning geografik koordinatasini aniqlab olishimiz mumkin hisoblanadi. Demak, geografik koordinataga oid masalalarimiz qanday tushadi? Demak, bizda mana shunday chizma berilib turib, D nuqtaning geografik koordinatasini aniqlang. Bunda albatta nuqtaning berilgan qismiga, ya'ni markaziga e'tibor beramiz. Keyin berilayotgan sonlar. Ya'ni bizga yaxshi ma'lumki, xaritaning yon qismidagi sonlar uning kengligini bildiradi. Berilayotgan sonda mana 45-gradus 35 dan kattaroq. Ya'ni 35 dan 45 kattaroq bo'lganligi uchun bu shimoliy qismda joylashgan. Agar 45 pastda va 35 tepada bo'lganda bu janubiy qismda joylashgan hisoblanadi. Demak, D nuqta shimoliy kenglikda joylashgan. Meridianal yo'nalishga berilishiga e'tibor beramiz. Ya'ni tepadagi qismlar meridianni bildiradi. 65 son. 65 soni 55 dan katta hisoblanadi. Birinchi kelayotgan son bizda birinchi kelayotgan sonimiz katta son bo'lsa bu g'arbda, agar kichik son bo'ladigan bo'lsa bu sharqiy qismda beriladi. Ya'ni mana hozirgi mana shu D nuqtaning geografik koordinatasi bu g'arbiy uzoqlikda joylashgan. Agar 55 bu yerda kelib turib 65 teskarisigacha berilganda bu demak sharqiy qismda joylashgan hisoblanadi. Bizda D nuqtaning geografik koordinatasini aniqlash uchun bu oraliq masofa o'lchab olinadi, lelinka yordamida o'lchab olinadi va D nuqtaning koordinatasi aniqlanadi. Nuqtaning geografik koordinatasi quyidagicha aniqlandi. Demak, 37 shimoliy kenglik, 37 shimoliy kenglik, demak 63 g'arbiy uzoqlikda joylashgan hisoblanadi. Boshqacharoq mazmundagi masala, misol uchun N nuqtaning geografik koordinatasini aniqlang. N nuqta demak berilayotgan tepa qismidagi son kichik son bo'lganligi uchun bu janubiy kenglikda joylashgan. Berilayotgan birinchi chap qo'lda kelayotgan sonimiz demak kichik son bo'lganligi uchun sharqiy uzoqlikda joylashgan. Ya'ni bu birinchi masalamizga, bu ikkinchisi teskari ravishda joylashgan hisoblanadi. Ya'ni N nuqtaning geografik koordinatasini aniqlaydigan bo'lsak, u kenglik bo'yicha 12 janubiy kenglikda, demak kenglik bo'yicha 12 janubiy kenglikda, uzoqlik bo'yicha esa 138 sharqiy uzoqlikda joylashgan. Har bir joyning geografik koordinatasini aniqlashda o'sha qoida bo'yicha ishlashda davom etishimiz kerak.